Turkiyada bo'lgan holat aytadi bir yigit. O'rtog'im 5 yil oldin farzandli bo'lgandi. O'g'il ko'rgandi. 3 qizdan keyin bitta o'g'il. O'shandan keyin yaqin o'rtoq bo'lganligim uchun men bilaman. Ayoli bundan keyin tug'a olmaydigan darajada bir kasal bo'lgan. Bo'ldi, boshqa farzandli bo'la olmaydi. 3 qizdan keyin bir o'g'il. Shunga shukrona qilib yashardi. O'sha o'g'il ko'rganiga ham 5 yil bo'lgan dedi. Turkiyada restoranda o'tiribmiz deydi. Ovqatlanyapmiz. Ovqatlangan, qarib ovqatlanib bo'lganimizdan keyin bexosdan u telefoniga qaradida, "Mashalloh" dedi. O'rnidan turib, "Bugun o'g'il farzandli bo'ldim. Butun choyxonadagilarning hammasiga